Xalq gezitining bugungi soniga kishilik huquq degan bahona razil g'arazni yapolmaydi mavzuliq obzorchi maqolasi besildi. Maqolada mundaq deyildi. O'tganni asilsak, Amerikadagi bir qism siyosatvozlarning boshqalarning yaxshi yashashini ko'rolmaganligini, Amerikaning qaysi davlatning taraqqiyoti tez, siyosiy vaziyati muqim bo'lsa, ishchiqorlik qilib aralashib, shu joyni qalaymaqan, xotirjamsiz qilganligini bayqaymiz. Amerika kishilik huquqni qo'g'dashni bahona qilib Jongoga qo'l shiltidi. Maqsadi atalmış Şinjan masalasi orqali Jongoning obrazini xunuklaştirib, Jongoning muqimligiga buzg'unchilik qilib, Jongoning taraqqiyotini cheklash xolos. Bu Amerikaning Şinjan orqali Jongoni cheklash razil g'arazini to'liq oshkorladi. Maqolada munolar ta'kidlandi. Şinjan Jongoning Şinjangi, Şinjanning ishi butunlay Jongoning ishki ishi. Şinjanning tinch, inoq gullangan, taraqqiy qilgan vaziyati tasdiqlanib kelgan. Tashqi kuchlarning qalaymaqon arilishiga qat'iy yo'l qo'ymaymiz. Jongodagi har millat xalqi davlatning birligini qo'g'daydi. Millatlarning ittifoqlik irodasi o'yil toshdan mustahkam. Jongo millatining ulug' gullanishini amalga oshirish qadamiga to'sqinlik qilishga bo'lmaydi. Biz Amerikani so'g'uq munosabatlar urushi tafakkurini tashlab, zomigarlik yo'lda davomli mengayvermaslikka, Jongoning ichki ishlariga aralashayotgan qari qo'lni yig'ib, o'zginimi aldaydigan kulkilik o'yinni to'xtatishga da'vat qilamiz. Şinjan gezitining bugungi soniga terrorizmga qat'iy zarba berish, Şinjandagi har millat xalqining kishilik huquqini kafolatlantirganlik mavzuliq obzorchi maqolasi besildi. Maqolada munolar ko'rsatildi. Amerika ma'qullagan atalmış Şinjanga chetishli qonun loyihasida 3 xil kuchning insoniyatga, jamiyatga, madaniylikka qarshi mohiyatiga butunlay ko'z yumilgan. Şinjandagi har millat ommasining kishilik huquqining ilgari terrorizmning dafsanda qilishiga uchirganligiga butunlay ko'z yumilgan. O'tgan bir mezgilda terrorizm va asabizmning ziyonkashligida Şinjandagi qanchiligan baxtli oilaning vayron bo'lganligi, qanchiligan begunoh ommaning qon yosh oqqizganligiga butunlay ko'z yumilgan. Amerikadagi bir qism siyosatvozlar aksicha kishilik huquqni qo'g'dash bayrog'ini ko'tarib, Şinjanning gullanishi, muqimligiga buzg'unchilik qilishga talbilarcha urindi. Shuni so'rab boqim kelyapti. Sizlarda vijdon bormi yo'q? Maqolda munolar ko'rsatildi. Şinjanning ishida Şinjandagi 25 million har millat xalqi so'z qilishga eng huquqli. Şinjandagi kishilik huquq ahvolining qandoqligi, Şinjan qanot yaydirgan asabiylikni tugutish va terrorlikqa qarshi turib muqimlikni qo'g'dash tadbirining unimining qandoqligi to'g'risida Şinjandagi har millat ommasining ko'nglida aniq son bor. Terrorizmga qat'iy zarba berish Şinjandagi har millat ommasining kishilik huquqiga kafolatlik qilganlik. Har qanday odam Şinjanning kishilik huquq ahvolining borgan-sari yaxshilanayotganligidek bu asosiy paketni yo'q chiqara olmaydi. Abdunum rayonimizdagi har millat kadrlar ammo Amerikaning Şinjanga chetishli qonun loyihasiga qarta turli to'sqinlik, buzg'unchilik bizni texmi ittifoqlashtirdi. Hech qanday kuch Şinjanning uzoqcha gullanishi, muqimligiga to'sqinlik qilolmaydi. Şinjangni yaxshi taraqqiy qildirib, yaxshi gullantirib, Şinjanning gullangan muqim millatlar ittifoq, jamiyat inoq bo'lgan reallikqa orqali to'kmat qilib qari sovuganlarga kuchlik qaytirimiz zarba berimiz deyishdi. Gülining uyi Qashqar qadimiy shahri manzil rayonidagi dаңlıq sayohatchi kutib olish nuqtasi bo'lib, bu yerning boshqaruvchisi Salomatgul Qarining qarashicha, hozirgi qadimiy shaharning muhiti yaxshi, turmush rohat, sayohatchilarmi xeli ko'p. Savdo kunsir yaxshilanayotgan bo'lib, har bir aholi partiyaga, ulug' vatanga chin qalbidan minnatdorlik bildirdi ekan. Ko'pchilik ittifoq inoq baxtli turmushi orqali Amerikaning razil qilmishiga kuchli qaytirma zarba berdi. Hozir Şinjanda jamiyat muqim kishilar xotirjam yashab, xushal-xuram ishlaydi. Sayohatchilik ushqandek taraqqiy qilmoqda. Hozirgi baxtli turmushimiz nihoyatda tasdiq qo'lga kelgan. Amerikaning bizning baxtli turmushimizga, millatlar munosabatiga, jamiyatning gullanishiga buzg'unchilik qilishiga qat'iy qarshi turamiz. U qancha shunda qilgan sari biz anarning danasidek shuncha zich uyushib, Şinjanning ijtimoiy taraqqiyoti gullanishi muqimligiga to'kpi qo'shimiz. G'o'lji shahri Qozonchi O'rip-odat sayohat rayonida sayohatchilik bilan shug'ullanganlar yaqinda muyon shu joydagi hukumat taxsis tashkillagan sayohatchilik kasbiy texnika mahoratini o'stirish kursida qatnashyapti. Inomjon Osman dunyoning har qaysi joylaridan kelgan sayohatchilarga texnik ko'p o'rip-odat, madaniyatni namoyon qilish uchun o'zining kasbiy texnika mahoratini uzluksiz o'stirish maqsadida tarbiyalash kursiga qatnashdi. Amerikaliklar yaqinda yana og'ziga kelgani jo'yladi. Şinjan hozir intayin yaxshi taraqqiy qilyapti. Turmushimiz kundan kunga yaxshilanyapti. Nima deb ularning so'ziga quloq solg'idekmiz? Ularning gapini qat'iy anglamaymiz. Butun mamlakatdagilarning Şinjanga, Eliga, Qozonchi o'rip-odat manzir nuqtasiga kelib ko'rib beqishini umid qilaman. Bizning turmushimiz kundan kunga yaxshilanyapti. Ablat Xotan shaharlik kasbiy mahorat ta'lim-tarbiya markazida o'qishni tamomlagandan keyin kran ijara berish shirkatida ishga o'rnashdi. Hozir u shirkatning g'olliq xodimiga aylandi. Oyda 4500 yuan ish haqi oladi. Kunlari kundan kunga yaxshilanmoqda. Amerika parlamenti Avam palatasi ma'qullagan atalmış kishilik huquq qonun loyihasi butunlay qalaymaqan jo'liganlik, qasddan qalaymaqanchilik paydo qilganlik. Kasbiy mahorat ta'lim-tarbiya markazida mahorat o'rganib, qaytadan yo'riqliq va umidga erishdim. Men hozir muqim xizmat topdim. Kirimim xeli yaxshi, turmushim yaxshilandi.
Ailemdekiler mendeki özgürüşlerden nayet razı. Ben nayet faxrlangan holda bütün dunyoga shuni jakarlaymanki, bizning Şinjan madaniy, inoq gullangan, boy qudratlik. Bundan keyin texmi tirishaman. Şinjanning atisi bag'ansiri go'zal bo'ladi. Beliqiz Osman Keriyan oili kasbiy mahorat ta'lim-tarbiya markazidagi mezgilda kiyim tikish va kiyim pichishni o'rgandi. U o'qish tamomlagandan keyin kiyim-kechak do'koni ochdi. Hozir uning sodisi intayin yaxshi. Hozir turmushimizni ayt yaxshi. Iyiga 5-6 ming kun kirim qilaman. Men Amerikaning go'zal turmushimizga buzg'unchilik qilishiga qat'iy qarshi turaman. Do'konni kengaytib, kirimni texmi oshirish o'yin bor. Atrofimizga urug' tuqqan do'st birodarlarimga birlikda tirishib, butun mamlakat xalqi bilan birlikda holliq jamiyatga qadam qo'yib, amerikaliklarga turmushimizning naqadar baxtli ekanligini ko'rsatib qo'yishni aytaman. Abdunum rayonluq savdo sanoatchilar birlashmasining muavin raisi Nur Ali Yunus Aqsu viloyati Uchturpan nahiyasi Alg'a bozori Tovanki Qalg'atur kentida el rayini bilish, elga naf yetkazish, elni mayil qilish xizmati bo'yicha uda 2 yil turdi. Bu 2 yilda kentda Hamra zavod kala qo'y baxmichilik kooperativi qurilib, kent aholilarining turmushi kundan kunga yaxshilandi. U Amerikaning Şinjanga chetishli qonun loyihasidagi sababsiz ayblash va bo'xton chaplashga qarata o'z xizmatiga birlashtirib, savdo sanoatchilar birlashmasining ko'riklik va rishtalik rolini joriy qildirib, iqtisodning yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lib, amaliy natija unum orqali Amerikaning sabsatisi va bo'xtoniga qaytarma zarba berdiganligini bildirdi. Şinjanga chetishli qonun loyihasi Amerikaning asosiy paketiga ko'z yumib, Jungo hukumatining terrorlikqa qarshi turish va asabiylikni tugutish tadbiriga qarshi razil qilmishi. Biz Savdo sanoatchilar birlashmasi tashkilot qurilishi xizmat mazmunini uzluksiz betib, usul chorada kuchab yangilik yaratamiz. Biz Şinjanning gullanishi, muqimligiga buzg'unchilik qiladigan, Jungoning taraqqiyotini cheklaydigan har qanday suiqasdning muqarrar amalga oshmaydiganligiga qat'iy ishonamiz. Şinjan Keriya Guymi Biopantexnika pay cheklik şirketining bosh direktori Adil Abdurazaq ilgari Abdunum rayon bo'yicha emgak namunasi sharafiga erishgan. U Amerikaning Şinjanga chetishlik atalmish qonun loyihasiga qarata mushundaq bo'lgancha biz texmi tirishib kurash qilib, Şinjandagi xalqning naqadar baxtli yashayotganligini Amerikaliklarga ko'rsatib qo'yishimiz kerak dedi. Ben Amerikaning elimizning Şinjanning kishilik huquq ahvoliga zaharxandilik bilan hujum qilib, elimizning asabiylikni tugutish va terrorizmga zarba berishga tirishchilikni burmalab, uningga qarshi suvab, elimiz hukumatining Şinjanni idora qilish siyosatini sababsiz ayblaganligiga qat'iy qarshi turaman. Korxonamiz davlat mulkini nazorat qilish boshqarish komiteti qarmog'idagi korxona. Shunga texnik ko'p ijtimoiy mas'uliyatni zimmamizga elib, shu joydagilarni texnik ko'p ish o'rni bilan ta'minlaymiz. Yezdi egilikka qo'shimcha mahsulotlarni setib olish salmoqini zo'raytib, ammoning butun mamlakat xalqi bilan mos qadamda holliq jamiyatga qadam qo'yishiga tegishli to'kib qo'shimiz. Abdunum rayonimizga har qaysi oliy maktablar suhbat o'tkazish qatorliq shakllar orqali Amerikaning Şinjanga chetishli qonun loyihasini qattiq aybladi. Şinjan kasbiy dashi bu yil Şinjandan 700 ga yaqin o'quvchi qabul qildi. Bu asosligi sayohatchilik, oshpazlik, suvchilik, suv elektr qatorliq kasblarni o'z ichiga oladi. Buning ichida Janubiy Şinjandan qabul qilingan o'quvchi 60% ni egallaydi. Navada davlatimizning siyosati ma'rif fanjini yaxshi bo'lmasa, Şinjandagi Uyg'urlarni o'z ichiga olgan oz sonli millat o'quvchilarining huquq manfaati kafolatiga ega bo'lmaydi. Maktabmi munosib o'qitish tarbiyalash andisini bekitib, mahorat bo'yicha tarbiyalash salmoqini zo'raytib, o'quvchilarning texnik ko'p bilim va mahorat egilishiga sharoit hozirladi. Şinjan qancha muqim bo'lsa, Amerikadagi siyosatvozlar shuncha bearam bo'ladi. Menimcha Şinjandagi har millat xalqi maktabdagi o'qituvchi, ishchi xizmatchilar texmi ittifoqlashsak, har millat o'qituvchi o'quvchilarni tarbiyalab va yetaklab, Şinjanni texmi yaxshi gullantira olamiz. Ko'pchilik Şinjanning sijil gullanishi, muqimligi, yomon g'araz va yerginishlik qilmishga berilgan eng kuchli qaytarma zarba. Hech qanday kuchning Şinjanning ittifoq, inoq, gullangan, boy, madaniy, ilgirlagan, xotirjam yashab, xushal-xo'ram ishlaydigan go'zal atiga qarab ilgirilishini to'sib qololmaydi deyishdi. Amerikaning bunday razil qilmishiga qat'iy qarshi turamiz. Şinjanning jiddiy ahvoliga taqobil turish qo'mondonlik supsini yanada takomillashtirib va mukammallashtirib, har millat xalqining hayotiy va mol-mulk bexatarligini qo'g'dash, ijtimoiy muqimlik va abadiy aminlikdan iborat bosh nishonni ishga oshirishni kuchlik bexatarlik kapolatiga ega qilamiz. Paket munozirdan ustun turdi. Şinjanning gullangan muqim millatlar ittifoqi dillar inoq, jamiyat inoq bo'lgan vaziyatni davomli saqlashi Şinjanga to'kmat qiladigan, qarshi suvaydigan gaplarga nisbatan eng kuchli qaytarma zarba bo'ladi. Biz Jungo Kommunistik partiyasining rahbarligida boshdan oxir chang turib, Jungochi sotsializm yo'li va tuzumida Şinjanni qonun bo'yicha idora qilish, ittifoq muqim qilish, uzoqcha gullantirish strategiyasida qilch tavranmay chang turib, ittifoqlashib ilgirlab bir yoqidan bosh chiqarib, o'zaro hamdam bo'lishimiz lozim. Shuningga qat'iy ishonimizki, Şinjanning atisi texmi go'zal bo'ladi. Şinjan gezitining bugungi soniga Abdunum rayonluq xalq qurultayi doimiy komitetining muavin mudiri Gulshat Abduqodirning imzoliq maqolasi besildi. Terrorizm, asabizm insoniyat jamiyatining o'rtaq dushmani. Terrorlikqa qarshi turish, asabilikni tugutish xalqaro jamiyatning o'rtaq mas'uliyati.
Шинжаңның qanun bo'yicha kasbiy mahorat ta'lim-tarbiya markazi ta'sis qilib, ta'lim-tarbiya xizmatini qanot yaydirishi davlatning qonun idora qilish ruhi va talabiga uyg'un. Shundaqla xalqaro jamiyatning terrorlikqa qarshi turish, asabiylikni tugutish prinsipi va ideyasini namoyon qildi. Növətdə Şinjanda iqtisad sijil tərəqqi qılğan, cəmiyyət inaq, muqim, xalq turmuşu üzlüksüz yaxşılanğan, dinlar inaq, rayiş bulub, hər millət xalqi xuddi anarның tanısıdək zich uyuşdu. Bularning hammasi Şinjandakı hər millət xalqi öz beşidən ötküzgən, öz көзі bilan ko'rgan paket. Halbuki Amerika taraf mushundaq asosiy paketni ko'rsimi ko'rmasga selib, Şinjangning terrorlikqa qarshi turish, asablikni tugutish uchun ko'rsatgan g'oyat zo'r tirishchanligiga zahar xandalik bilan hujum qilib, Şinjangning kishilik huquq ishlarida qo'lga keltirgan g'oyat zo'r muvaffaqiyatlarni qasdan haqoratladi. Amerika tarafning odatlangan bu hiyli nayrangleri faqat bizning qalbimizni texmi mujassamlab, irodadan sepil hosil qilish g'ayratimizni texmi oshirdi. Paketga ko'z yumib, oq qorni ostin ustin qiladigan har qanday suiqasd hargiz amalga oshmaydi. Şinjangning inoqligi, muqimligiga buzg'unchilik qilish ham xiyolida bo'ladigan har qanday qilmish muqarrar mag'lub bo'ladi. Şinjan gezitining bugungi soniga Abdunum rayonlik siyosiy kengash partiya guruhisining a'zosi, muavin rais Mutallib Obulning imzoliq maqolasi besildi. Maqolada mundaq deyildi. Hozirga qadar Şinjangda uda 3 yil zo'ravonlik terrorlik delosi vaqasi yuz bermadi. Jamiyat muqim, millatlar ittifoq bo'ldi. Ammo xotirjam yashab xushal-xuram ishlayotdi. Har millat omasining erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usi zo'r darajada kuchaydi. Xalqning hayotlik huquqi, sog'lomlik huquqi va taraqqiyot huquqi qatorliq asosiy kishilik huquqlari zo'r darajada o'sdi. Amerika taraf kishilik huquqni qo'g'dash bahonasi bilan Jongoga qo'l shiltidi. Maqsadi atalmish Şinjang masalasidan foydalanib, Jongoning obrazini xunuklashtirish, Jongoning muqimligiga buzg'unchilik qilish, Jongoning taraqqiyotiga to'sqinlik qilishdan boshqa narsa emas. Bu Amerika tarafdan Şinjang orqali Jongoni cheklash ham xiyolda bo'layotganligida qabih maqsadini to'liq oshkorlab berdi. Жоңға Халық Cumhuriyeti құрылған 70 жылдан бұян Шинжаңдагы әр милләт халқы бірлікте иттифақлашып күрәш қылыш, бірлікте güzel yurt makam barpo qilish jarayonida barobar ittifoq, o'zaro yordam beradigan, inoq bo'lgan millatlar munosabati va o'zaro hurmatlashadigan, ijil birga turadigan dillar munosabatini shakllantirdi, taraqqiy qildirdi va mustahkamladi. Biz shuningga qat'iy ishonamizki, hech qanday bir kuch güzel Шинжаңның ilgirlash qadamini to'sib qololmaydi. Amerika boshchiligidagi g'arbdagi dushman kuchlarning bizga buzg'unchilik qilishi faqat o'z putiga o'zi palto chepish bilan oxirlashadi. Şinjang gezitining bugungi soniga Abdunum rayonlik siyosiy kengash partiya guruhisining a'zosi, muavin rais Ilham Sabirning imzoliq maqolasi besildi. Maqolada mundaq deyildi. Atalmış Şinjang'a çetişli kanun layihasi Şinjang'ın türlük siyasetleri toğrısıda ağzıga kelgençe bildirliganlık. Men Şinjang'da toğılıp ösken Şinjang'lık bolu süptüm bilen ixtiyarsız şunu so'rab baqqım kelawatıda. Kanun layihasini tuzgan ve bilet taşlaganlardan netisi Şinjang kelip baqqan. Sizler Şinjang'ni hakikaten tushunamsizlar? Sizlerning kishilik huquqni dastak qilib gap sotadigan qandaq salohiyatlar bor? Yolg'onchilik asosida tuzilgan Şinjang chetishlik atalmış bu kanun layihasi faqat bir parcha keraksiz qog'oz. Bularning hammasi Amerika tarafining kishilik huquq, demokratiya to'niga o'rnab, o'zining razil maqsadiga yetishidagi iflos vositasi xolos. Amerikadagi bir qism siyosatvozlarga shuni jiddiy uqtirmanki, yamonga yantayoq bo'lmanglar. Qo'sh o'lcham qo'llanmanglar. Terrorizmning xo'rikini o'stirayotmanglar. Jongo hukumatining Şinjangni idora qilish siyosati va Jongo Şinjangning kishilik huquq ahvolini burmalamanglar. Qarsuvmanglar. Asossiz ayblamanglar. Jongoning ichki ishlariga qo'pollik bilan aralashmanglar. Bunda qilsanglar, xato yo'lda mangan siri yiroqlab ketib, oxirida o'z beshinglarni yeysizlar. Şinjangning davomli gullangan muqim, millatlar ittifoq, dillar inoq bo'lishini saqlashi eng keng xalq ra'yi va eng cho'ng kishilik huquq. Amerika tarafining yo'lsizlik bilan ayblagan va qo'pollik bilan aralashganligiga berilgan eng kuchli qaytarma zarba. Yaqında buyan Şinjangdagi har millat kadrlar ammo vatanparvar diniy zotlar Amerika tarafining atalmış Şinjang chetishlik qonun loyihasini ma'qullaganligiga qat'iy qarshi turdi. Ko'pchilik har qanday bo'xton Şinjang kishilik huquq ishlarining taraqqiy qilib, ilgirilganlikdek paketni o'zgartirmaydi. Har qanday suiqasd Şinjangning taraqqiyot gulinish musofasiga daxl qilolmaydi. Şinjangning ertasi cho'qim texmi go'zal bo'ladi deyishdi. Abdunum rayonlik yuqori xalq sud mahkamasining muavin boshlig'i Akbar Akram mundaq dedi. Men Şinjangda tug'ilib o'sgan Uyg'ur bo'lish suhbatim bilan partiya markaziy komitetining osonlik millatlarning taraqqiyotiga uzundan buyon g'amxo'rlik qilib, qo'llab va yordam berib kelayotganligini haqiqiy his qildim. Men vijdonliq Uyg'ur ommasini ko'krak kerib o'tirg'i chiqib, Amerikaning zo'migarlik qilmishiga qat'iy qarshi turishga da'vat qilaman. Şinjangning cho'ng yaxshi vaziyati tasdiq qo'lga kelgan. Şinjangdagi har millat xalqi buni hassilab qadrlaymiz. Har qanday tashqi kuchlarning mutaamlik bilan aralashishiga qat'iy yo'l qo'ymaymiz. Amerikadagi ba'zi kishilarning paketga ko'z yumib, oqqorni ostin ustin qilgan gap so'zlari va usuliga Şinjangdagi har millat xalqi qat'iy qo'shilmaydi.
Qashqar shahri Yetkar jamoasining imomi Mehmet Cuma mundaq dedi. Şinjan Jungoning Şinjanı, Uyg'urlar Jo'ngxa millati cho'ng oilasining bir a'zosi. Bu bir necha yilda Şinjan muqim bo'ldi. Qashqarga keladigan sayohatchilar yildan yilga ko'paydi. Har millat ommasining kirimi yildan yilga oshdi. Kishilarning turmush sharoiti kundan kunga yaxshilandi. Jamiyatning muqimligi, xalqning baxtli bo'lishi eng cho'ng kishilik huquq. Shuningga qat'iy ishonamanki, partiya va hukumatning rahbarligida Şinjandagi har millat xalqi birdek ittifoqlashib, birlikda go'zal Şinjan barpo qilsak, Şinjanning atisi cho'qim texmi go'zal bo'ladi. Aqto nahiyasi Pilal yezisi ittifoq kenti masjidining xotibi Abdukerim mundaq dedi. Hozir bu yerda jamiyat muqim, kishilar xotirjam yashab xushal-xuram ishlaydi. Hamma yerda naqsha sadosi yangrab, kulga ovozi uzilmaydi. Diniy faoliyat so'rini va diniy faoliyat sharoiti zo'r darajada yaxshilandi. Dinga e'tiqod qiladigan ommaning normal din ehtiyoji qonun bo'yicha kafolatlantirildi. Kent aholilari hozirgi turmushimiz yaxshi deydi. Men yurtimdagi olamshumul o'zgarishlardan faxrlanaman va iftixorlanaman. Har qanday odam bizning go'zal turmushga intilish qadamimizni to'sib qololmaydi. Amerika taraf atalmış qonun loyihasini bahona qilib, Şinjandagi har qaysi millatlarning munosabatiga so'qoqchilik salmoqchi. Biz buningga qat'iy yo'l qo'ymaymiz, qat'iy aldanmaymiz. Aqsu shaharlik kasbiy mahorat ta'lim-tarbiya markazida o'qish tamomlagan kursant Murat Ahmad mundaq dedi. Ta'lim-tarbiya markazida o'qigan shu vaqt men eng xushal o'tkazgan kunlar hisoblanadi. Yatqimizda turli turmush buyumlari to'liq, sinfga zamonaviy o'qitish uskunalari saplangan, faoliyat uyida turli badan chiniqtirish uskunalari bor. Davolash uyida doim ishlatadigan dora va davolash aslihalari to'liq. Ta'lim-tarbiya markazidagi o'qituvchilar bizga xuddi o'z bolasiga o'xshash muomala qiladi. Sabrchanlik bilan yordam beradi, xatoligimizni aniq tunishga tarbiyalaydi va yetaklaydi. Biz partiya hukumatning bizni yorlibidan qaytirib kelganligiga chin qalbimizdan minnatdor. Shunga amerikaliklarning ta'lim-tarbiya markaziga bo'ktan chaplab, qora suvushiga qat'iy qo'shilmaymiz. Qashqar shahri Nazarbog' bozorining aholisi Tunisagul Mehmet mundaq dedi. O'g'lim Rustam ilgari xato holda yot dindikilar ishlab chiqargan mahsulotlarni ishlatishga qat'iy bo'lmaydi deb qaraydi. Hukumat tarqatgan turli to'liqlamalarni elishimga unmaydi. Hatto men bilan jidallashib, ona bolalikdan kechiman deb jar solgan edi. Men burunqi ish uqadigan vafodor o'g'limning buncha rahimsiz, shafqatsiz bo'lib o'zgarib ketishini o'ylabmi baxmagan edim. Kasbiy mahorat ta'lim-tarbiyasi orqali o'g'limning davlat o'rtaq til yoziq saviyasi zo'r darajada o'sdi. Shuning bilan bir vaqtda qonun eng kuchayib, diniy asabiylik ideyasi yo'q edi. U yana nurg'ulg'an qo'llanishchan texnikalarni egalladi. Hozir Rustam o'qish tamomlab, hukumatning yordamida o'zi yoqtiradigan xizmat tepib, muqim kirimga ega bo'ldi. Men partiya va hukumatning o'g'lim uchun qilgan barliq ishlarga chin qalbimdan rahmat aytaman. Partiya va hukumat o'g'limga ikkinchi qatim hayotlik ato qildi. Aqsu shahri Yangi shahar ko'cha boshqarmasi qurilish mahallasida